Bugungi kunda yurtimizda an'anaga aylanib borayotgan payshanba yoshlar kuni doirasida tashkil etilayotgan tadbirlar yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni birlashtirish va iste'dodini namoyon etish uchun muhim maydon bo'lib xizmat qilayotganining guvohi bo'lishimiz mumkin. Ushbu kun doirasida Dehqonobod tumanining qator joylarida ham tadbirlar tashkil etilib, yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Birgina tumanning Oqtosh mahallasida tuman hokimligi, Janubiy harbiy maxsus harbiy okrugi hamda yoshlar ishlari bo'limi hamkorligida Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shior ostida yoshlar festivali tashkil etildi. Mazkur tadbir yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda harbiy sohaga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida o'tkazildi. Shuningdek, festivalda Oqtosh, Beliboyli, Chambil, Chashamiron, Chilgas, Boshchorbog' va Sharchashma mahallalaridan kelgan yoshlar, faollar hamda nuroniylar faol ishtirok etdi. Tadbir davomida harbiy orkestrning kuy-qo'shiqlari yangrab, faxriy qorovulning ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Shuningdek, yoshlarning harbiy sohaga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida harbiy qurol-aslahalar ko'rgazmasi tashkil etilib, ular haqida batafsil ma'lumot va tushunchalar berildi. Navbatdagi tadbir tuman hokimligida tashkil etilib, bu yerda Janubiy harbiy maxsus harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondoni, polkovnik hamda tuman hokimi ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Ushbu uchrashuvda tumandagi uyushmagan yoshlar, maktab bitiruvchilari, tayanch sinf o'quvchilari hamda harbiy xizmatni o'tab qaytgan yoshlar ishtirok etdi. Ochiq va samimiy muloqot ruhida o'tgan tadbir davomida yoshlarning muammo va takliflari tinglanib, ularni qiynayotgan masalalar yuzasidan rahbarlar tomonidan batafsil tushuntirish va tavsiyalar berildi. Bildirilgan murojaatlarning bir qismi joyida hal etilib, tegishli mas'ullarga aniq topshiriqlar yuklatildi. Uchrashuv davomida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning bandligini ta'minlash, kasb-hunar va zamonaviy yo'nalishlarga qiziqishini oshirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilib, shuningdek, harbiy xizmatni muvaffaqiyatli o'tab qaytgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning kelgusidagi faoliyatiga ko'maklashish masalalari muhokama qilinib, ish bilan bog'liq murojaatlar yuzasidan qonunchilik asosida tushuntirishlar berildi. Mudofaa vazirligi tomonidan tavsiyanomalar olish va ishga yo'naltirish masalalarida ham amaliy yordam ko'rsatilishi ta'kidlandi. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shior ostidagi festival davomi tumandagi Mustaqillik maydonida davom ettirildi. Bu yerda ham tuman hokimi, rahbarlar ishtirok etib, festival davomida so'z olganlar mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor, ularning zamonaviy bilim va kasb-hunar egallashi, sport bilan muntazam shug'ullanishi, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishi hamda vatanga sadoqat ruhida voyaga yetish uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar haqida alohida to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng festival doirasida Janubiy harbiy maxsus harbiy okrugi harbiy orkestrining chiqishlari, faxriy qorovulning ko'rgazmali namoyishlari hamda harbiylarning maxsus chiqishlari tadbir ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa harbiylarning chaqqonlik, jasorat va jismoniy tayyorgarlikni namoyon etgan chiqishlari yoshlar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Festival doirasida harbiylarning jangovar chiqishlari, orkestr sadolari, shu bilan bir qatorda harbiy qurolli ko'rgazmalar ham bo'lib o'tmoqda. Bu jarayon tumanimiz yoshlariga ko'tarinki kayfiyat, harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlarini orttirmoqda. Bugun festival doirasida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi tuman bosqichi g'oliblarini ham munosib taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Bunda bizning Qo'ng'irot mahallasining jamoasi katta futbolda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Biz bundan mahallamiz ahli juda ham xursand. Bugun shuni aytib o'tishim joizki, prezidentimizga kattakon rahmat. Sababi shundaki, mahallamiz olis hududda bo'lishiga qaramasdan yoshlarimizni katta maydonga chiqib to'p surishiga imkoniyat yaratib berganlari uchun tumanimiz sha'nini viloyat bosqichlarida, respublika bosqichlarida munosib himoya qilishiga ishonaman.
Shuningdek, festivalning badiiy qismida iste'dodli yoshlar va san'atkorlar tomonidan gala-konsert dasturi taqdim etilib, maydonda chinakam bayramona va ko'tarinki muhit hukm surdi. Tadbir yakunida esa futbol va mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining tuman bosqichida g'olib va sovrindor bo'lgan jamoalar tantanali ravishda taqdirlandi. G'oliblarga diplom, esdalik sovg'alari hamda musobaqaning keyingi bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmalar topshirildi. Shu bilan birgalikda musobaqaning tuman bosqichi yuqori saviyada tashkil etilishi va o'tkazilishiga munosib hissa qo'shgan hakamlar, trenerlar, yoshlar yetakchilari, o'yinlar o'tkazgan muassasa rahbarlari hamda mutasaddi tashkilot vakillari ham tashakkurnoma va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Bizning Qo'ng'irot mahallasi futbol jamoasi DXX kubogi tuman bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Quvonchimiz ichimizga sig'mayapti, to'g'risi. Mehnatimizga yarasha munosib taqdirlandik. Buning uchun muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Sababi mana shunaqa chekka hudud, olis hududdagi yoshlar uchun ham katta maydonlarda to'p surish uchun yetarlicha imkoniyatlar yaratib berganligi uchun minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Bundan keyingi viloyat bosqichi, kerak bo'lsa respublika bosqichida ham tumanimiz sha'nini yetarlicha himoya qilishga va'da beramiz. Shuningdek, voleybol bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi va xotira turniri ham o'tkazildi. Mazkur musobaqa tumanda uzoq yillar davomida samarali mehnat qilgan, sport va jamoat hayotiga munosib hissa qo'shgan marhum Ne'mat Bozorov, Murtazoxon O'roqov, Qahramon Begmatov, Xolboy Tog'ayev, Mamad Jo'rayev, Egam Begimqulov, Aliyor Qurbonnazarov, Omon Davlat Salomov, Muhiddin Ahmedov, Rashid Xurramov va Bahrom Omonqulovlarning yorqin xotirasiga bag'ishlandi. Turnirda viloyatimizning tuman va shaharlaridan, shuningdek qo'shni Surxondaryo hamda Samarqand viloyatlaridan tashrif buyurgan voleybol jamoalari ishtirok etib, o'zaro do'stona va murosasiz bahslarda kuch sinashmoqda. Turnirda 30 ga yaqin jamoa ishtirok etib, g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Men Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan turnirga musobaqaga keldim. Turnir juda ham ko'tarinki kayfiyatda bo'ldi. Biz jamoamiz bilan Dehqonobatning Matonat komandasi bilan raqib bo'lib o'ynadik. O'yin juda ham zo'r bo'ldi. Biz bu o'yinda yutqazgan bo'lsak ham, bu bizga katta motivatsiya bo'ldi keyingi o'yinlarda. Biz Qarshi shahar jamoasi Dehqonobodga o'tkazilayotgan xotira turnirida qatnashmoqdamiz. Musobaqa juda shiddat bilan o'tmoqda. Chetdan kelgan, viloyatlardan kelgan komandalar bilan yaxshi o'ynamoqdamiz. Hozir Surxondaryo jamoasini yutib polfinalga chiqdik. Endi bizning niyatimiz faxrli birinchi o'rinda olib ketish. Kelajak avlodga sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, qolaversa aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirishga yaxshi imkoniyat. Bo'lib o'tayotgan musobaqalar va xotira turnirlari bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlarning yaqqol misoli desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz mana shu turnirda ham muxlis, ham mezbon sifatida ishtirok etmoqdamiz. Musobaqadan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda iqtidorli sportchilarni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Tumanimizda bir necha sohalarda xizmat qilgan marhum ustozlarimizni xotirlab bu turnir o'tkazilmoqda. Bu turnirdan ko'zlangan maqsad yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishdan iborat. Kelgusida oldimizga katta musobaqalarni tashkillashtirishni rejalashtirib oldik. Hozir mana Surxondaryo viloyatining Surxon yoshlari jamoasi va G'uzor tumani jamoalari bellashdi. Musobaqa juda ham bir qizg'in, bir ko'tarinki bir kayfiyatda bo'lib o'tdi. Muxlislarimiz ham juda bir xursand bo'lib, yaxshi dam olib tomosha qilib o'tirishdilar. Bu turnir vatanparvarligini, ona vatanga sadoqatlik bo'lish, mehrlarni uyg'otish kabi tuyg'ularni shakllanishiga yanada turtki berishmoqda. Bundan maqsadimiz biz o'tib ketgan ustozlarimizni, o'tib ketgan sportchilarimizni yoshlarga tanitish. Shu orqali bularni masalan sportga bo'lgan chiniqishini, sportga bo'lgan qiziqishini uyg'otishda. Mana bu bugungi xotira turnirimizga Samarqand viloyati, Surxondaryo viloyati, boshqa viloyatlardan ham komandalar kelishgan. Albatta bular ham o'z iqtidorini ko'rsatadi. Albatta bular do'stona uchrashuv bo'lyapti. Bundan hammamiz yoshlarimizni sportga jalb qilish, mana shu sportga bo'lgan ishtiyoqini yanada uyg'otish maqsadimiz shunday.
Yoshlar kunida tashkil etilgan ushbu festival chinakam ma'noda yoshlarni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat va yurtga daxldorlik ruhida tarbiyalash, ularning sport va san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish, shuningdek, yoshlar o'rtasida birlik, hamjihatlik va faol fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashga oz bo'lsa-da xizmat qildi. Ta'kidlanganidek, bugungi yangi O'zbekiston yoshlari mamlakatimizning ertangi tayanchi, xalqimizning ishonchi va yurtimiz taraqqiyotining eng katta kuchidir.